o'qigan, o'qimagan, shu sohani mutaxassisi bo'lgan, mutaxassisi bo'lmagan, hamma bilib qo'yishi shart bo'lgan bu ilovaning sirli bir funksiyasini ko'ramiz. Qo'lingizdagi telefonni qimmatbaho G-disk apparatga aylantirganingizda o'zingiz guvohi bo'lasiz. Bu ilovaga kirishimiz uchun Play Marketga Google Yachts deb poyezd beramiz. Poyezddan Google Planeta Zemlya chiqadi, ikkinchida turgan. Shundoq kiramiz. Kirganimizda misol tariqasida Toshkent shaharida qaysi tuman, qaysi bir-biridan past balandligini aniqlashtiramiz. Siz istalgan tumaningizni, o'zingiz turgan joyingizni aniqlashtirishingiz mumkin. Biz Sergeli bilan Mirzo-Ulug'bek tumanini ko'ramiz. Mana bugun Sergeli tumani mana bu istalgan joyga shundoq bosib turamiz. 395 metr 51 santimetr chiqdi balandlik. Endi bu tarafdan Mirzo-Ulug'bek tumaniga shundoq yo'nalamiz. Mirzo-Ulug'bek tumaniga shundoq bosib turamiz ustiga 467 metr 69 santimetr chiqdi. Ya'ni farqi 72 metr 18 santimetr ekan. Bu ilovada istalgan joyda Sirdaryoni ko'rasizmi? Xohlagan joyingizni ustiga shundoq bosib tursangiz, mana bu yerda balandligi chiqib kelaveradi. Inshaalloh keyingi videolarimiz bundan ham manfaatli bo'ladi.